Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga arzonga bitta zo'r uy xonadon topib qo'ydim. Dom. Qo'riqlash zonasiga ega. Hattoki parkovkasini ham sotib olsangiz bo'ladi. Atigi parkovkaning zonasi 2000 yoki 3000 ga turar ekan. Yuringlar, men sizlarga domni ko'rsataman. Bu domni qulayliklardan yana bittasi farzandlaringiz uchun o'ynash maydonchasi ham juda chiroyli o'rnatilgan. Domimiz 10 etajga bo'lib turib, bizning xonadon esa 9-etajda joylashgan. Ketdik liftga qarab. Xo'sh, qani kelamiz. Kirganingizda sizda mana shunaqangi tor yo'lakcha va yo'lakchadan kirgan zoqatingiz sanuzellarimiz bor. Xo'p, bu yerda tush hamda hojatxona birgalikda joylashgan. Xo'p, qani davom etamiz. Bundan o'tganingizdan keyin sekin bu yoqqa kelasiz. Buni davomida esa mana bunaqangi ajoyib mebellar bilan jihozlangan sizni oshxona kutib turadi. Oshxonada oilaviy kichkina bir oila, deylik 6 kishilik bemalol bu yerda zavtrak, obed, ujinlarni qilib oilaviy mazza qilib o'tirishingiz mumkin, dam olishingiz mumkin. Bu yerda esa ayollaringiz mazza qilib ishlashadi. Hamma narsalari uchun joy yetarli hisoblanadi. Dizayniga ham juda ham chiroyli, gap bo'lishi mumkin emas. Keyin aynan bu yerdan kirdingiz, sanuzel bu yoqda esa kelgan mehmonlaringizga ovqatni shu yerdan shundoq kirasizda assalomu alaykum deb mehmonlarni deylik shu yerga joylashtirsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa mehmonlar yotish uchun joy qilib bersangiz ham bo'ladi. Bu mehmonxonachaga kirganingizdan keyin mana manzarada tomosha qilib, mana bu yerda bolalar milliy markaz bor, mana ko'rinyapti. Yo'lda bo'yida metro, Tuzil metrosi ham yaqin, Do'stlik metrolari juda ham yaqin hisoblanadi. Aynan mana shu yerda soy oqib o'tgan shabada shunaqangi yelaveradi, odamni kayfiyatini choq qilib beradi. Hamma joyda hozircha havo yo'qlik paytida mana shu derazani ochib qo'yasiz. Bitta mazza qilib ko'rpachani o'rab olasizda, mazza qilib yozgi kunida ko'rpacha o'rab yotasiz bitta shabadani sovuqligidan. Tez shoshilinglar, yo'lda qolgan joyini ko'rsataman. Bu yerda hamma narsasi qoladi. Televizor bor, xontaxtani shu yerga qo'yasiz, ko'rpachalarni yozasizda, 20 kishi odamni bemalol kutib olib kuzatib olsangiz bo'ladi. Demak, konditsionerlar o'rnatilgan, pardadan shunday ochganingizda ko'chadagi manzara ham udar hisoblanadi. Bemalol ko'chani mazza qilib tomosha qilasiz. Undan kirganingizdan keyin bu yoqda esa spalni joylashgan. Spalni shunaqa joyda joylashganki, manzarani tomosha qilish uchun yaratilgan spalni. Xo'p, bu yoqda divan kreslo joylashtirilgan. Bu yerdan esa mana bu manzarani tomosha qilishingiz mumkin. Toza havoni olib. Nima deyapti? Ho, ana shu Korzinka hisoblanadi. Ana Korzinka shundoqqina bu ko'chamiz Disney ko'chasi deyiladi. Xo'p, bu uyning narxi hammaga qiziq, eng arzon deb qo'ydik. Nimaga arzon? Bu mana shu barchasi Euro remont standartiga javob beradigan darajada hamda barcha mebellar, barcha bitoy texnikalar hammasi qoladi. Bitta sochini tarash uchun tarog'ini olib chiqib ketadi xolos. Nimaga arzon? Chunki yo'lning u yog'ida aynan qurilishlar bor. Tapoch mostiga rohatdan kirib kelayotganingizda chap tomonda esa bu domlar joylashgan. Demak, o'ng tomondagi endi qurilayotgan shunchaki korobka holatida topshirayotgan uylarning kvadrat metri $1300 ekan. Buni biz sizlarga qani topib turinglar, kommentariyga yozib turinglar, qancha deb aytamiz kvadrat metrini, Euro remonti bor, bitoy texnikalari bor, hamma narsasi mana glamlari bor. Hamma narsa sharoit tayyor. Kirasiz, bitta deylik kiyim-kechagingizni olasizda, kirib yashayverasiz. Xo'p, buni egasidan o'zidan so'rab ko'ramiz. Hozir necha pul deydi? Xonadonga gap bo'lishi mumkin emas, juda ham chiroyli. Soat Murod o'zim jigarim. Hozir bu ham klinika quryapti, men ham klinika quryapman. O'shanga zaruriyat tufayli shu uyni sotib olamiz. Soat Murod necha pul aytamiz? Bizani kuzatuvchilarimiz, meni bilasiz, meni patsientlarimni yoki kuzatuvchilarimning juda ko'pchiligi aynan uyga ehtiyoji ko'p bo'ladi va uylarni qo'ygan zoqatim hop aytib olib ketib qoladi. Agar siz ham shikalant qilib narxda etsangiz, deylik sizni uyingizda mana bir kun ichida menimcha egasini topib ketsa kerak. Men surishtirdim, yo'lning nay tomonidan uylarning narxi 1300 dan boshlanar ekan va 1700 gacha. Endi hali kadastr beradi. Bu uyda kadastr chiqqan 3 yil bo'ldi, bu uyda yashamaysiz. Faqat bir kelganda, demak, o'zingiz kelib yashab turasiz. Hech kim arenda ham turmagan. Uylar sastena juda ham chiroyli turibdi, chunki arenda turganda unaqa turmasdi. Xo'p, kuzatuvchilarga gapni qisqa qilamizda, necha pul deymiz? Savonaslaringizda xafa qilmaysiz, biz kuzatib turamiz. Rahmat. Hozirgi vaziyatda shu vaziyatdan kelib chiqqan holatda qolganlarga nisbatan arzonroq qilish uchun ham shu $80,000 ga
demak siz kvadrat metrni siz yevro remont standart holatida topshirib olasiz, hamma joy joyida. Metrni $1250 baholanadi. Voy zo'r. Tez shoshilishimiz kerak. 1300 ga qarab qo'yayotgandan ko'ra palonchi etajdan. Deylik 12-chi, 13-chi etajlardan. Bu nechinchi etajdamiz hozir? 9-etaj, 104. 9-etaj men baraka qilib qo'yargan bo'lardim. Agar o'zim yonimda xatto $100 pulim bo'lganda berib baraka qilib yuborgan bo'lardim kimnidir nomidan. Sizlar shoshilinglar. Soat Murod birgalikda qo'ysak bo'ladimi shu post? Siz o'zingiz lichkangizga yozsa, haloli pok bo'lsin deb sizga o'ziga yozsin va narxini o'zi bilan gaplashsin. 64 metr kvadratga 80 ming so'rayapti. Ya'ni 1 metr kvadrati 1250 yevro remont. Kadastrlar 3 yil oldin chiqqan. Barcha video texnikalari bor. Faqatgina kiyimingiz bilan kirasiz, bo'ldi yashaysiz. Demak, shoshilinglar o'rtoqlar. Sizdan birinchi boshqasi ilib ketib qolmasin. Ipotekaga ham beramizmi? Ipotekaga ham beramiz. Agar naqd sanaydigan odam bo'lsa, sal-pal tushib beramizmi? Naqd mana sizga aka, shuncha pulim bor. Davay bering, dori degan bo'lsa. Albatta, insoniylik tomonlama hamma narsani ham. Endi 5 so'm, 1 so'm qilib, ozgina tushib beramiz. Naqd pul bo'lsa, agar naqdiga bo'lsa 1-2 so'm tushib beramiz. Ularning kontaktlarini, nomerlarini qo'yib qo'yaman va o'ziga birgalikda qo'yamiz. O'ziga yozinglar.